Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Zerocraft kanali do'stlar. Bugungi videomizda men sizlarga 10 ta set beraman. O'sha 10 ta setdan xohlaganingizni kiritsangiz, siz xohlagan qishloqqa kirishingiz mumkin. Qani men bo'lmasa sizga o'rgata qolay. Play New Advent Cat Say. Mama Mose deysiladi o'rtoqlar, donini bosib Great World va biz yangi va chiroyli va go'p. Qani biz bo'lmasa ikkinchi setga, ya'ni ikkinchi qishloqqa o'tamiz. Xo'sh, biz ikkinchi setga o'tadigan bo'lsak, bu Mimi. Xo'p, bu qishlog'imiz juda ham kichkinagina, ixchamgina. Bu yerda berkinmachoq nimasini olsanglar ham bo'ladi, yo bo'lmasa vijivani yoki o'rtoqlar bilan sarguzasht qilishinglar mumkin. Mumkin emas, hamma xohlagan ideyalarni qiladi. Menda juda ham ko'p ideyalar bor, lekin yonimga yana bitta o'rtog'im bor. O'rtog'im lekin telefoni yo'q. O'shaning uchun video ola olmayapmiz. Uchinchi setga o'tadigan bo'lsak, do'stlar, bu set juda ham hayratga soldiradi. Buni ismi Robot. Hayratlandingizmi o'rtoqlar? Bu set Robot degan set. Bu qo'shni qishloqlar. Qo'shni qishloqlarda bir-biringizga, masalan, bu yerda siz bu qishloqda siz yashasangiz, bunisida do'stingiz bir-biringlar bilan ko'rishib, bir-biringlarni merlarini bir-biriga g'iybat qilib nima video selab bo'ladi. Xo'p do'stlar, biz 4-chi setga o'tadigan bo'lsak, bu set biz hayratlanarli set. Ketdik. Xo'p, bu setda eng qizig'i bu final degan set cho'lli qishloqlar. Cho'lli qishloqlarda yashash juda ham qiyin, chunki botning zombilari tez chiqadi. Butdan bo'lsa olmos oltin. Bu setning nomi Marabel. O'rtoqlar, bu setlarni siz ham sinab ko'rishingiz mumkin. Like bosib, kanalga o'tib, obuna bo'lib qo'ying. Yangi video. Mana 6-setga o'tadigan bo'lsak, bu set nomlanmaydi. Bu set raqam bilan yoziladi. 65 603. Bu setni men birinchi marta topib oldim, ya'ni 6-qishloq. Bu qishloqda menga eng yoqqan tarafi, bu yoqdan nima o'rmonga borsa bo'ladigan. Buni haqiqiy igrok, ya'ni player ishlaganini men sezdim. Men ishlaganim yo'q, ko'zinglarni oldinglarda qilyapman. Mana bu taxtalarni ko'ryapsizlarmi? Hech qachon qishloqlar, hech qachon o'rmon yoqqa bormaydi. Ya'ni ular craft qilmaydi. Va bu yoqdan kelib har xil yuradigan yo'llardan quduqqa suv olish uchun keladigan joy bor. Bu o'ylab qaraganda juda ham zo'r ideyalar bilan video olsa bo'ladi. Burada berkinmachoq videosini ham olib bo'ladi. 7-chi setga kiramiz. Ya'ni nima? 7-qishloq. Endi 7-qishloq. 34-24. Donel Craft World. Bu qishloqni menga eng yoqadigan tomoni, siz bu yerda qishloq yo'q deb o'ylaysiz, to'g'rimi? Siz to'g'riga yuraversangiz, bu yerda ikkita minora bo'ladi. 2ta minora qishloqlar qo'shilib ketgan. Bu yerda berkinmachoq videosini olsanglar bo'ladi. Va bu set juda ham nerealniy antiqa set. AK-47. Bu setni siz hech qachon ko'rmagansiz. Xo'p, Great World. Bu yerda siz tashlandiq qilib tashlab qishloqni, siz bu yerda horror uyda olsanglar ham bo'ladi. Xo'p, bu personajlarni hamma biladi. O'sha personaj Steve'ni qishlog'iga kiramiz hozir biz. Mana shu set bilan Steve deb yozamiz. Steve. Xo'p, o'rtoqlar, men buni topganimda Google'da juda ham qiziqarli, menga juda ham qiziqarli bo'lib ketdi. Mana ko'ryapsiz, hamma bu qishloq agar men bo'lganimda borgan mana bu uyda yashagan bo'lardim. Bu qishloqdan ham uzoqroq. Menga shu uy yoqdi. Kompotli ham yoqadi.
eng nerealniy gapni aytaymi sizlarga. Kompotni uyida albatta meri uyi va mana bunaqangi minora bo'ladi. Kompotni sandig'ida bo'lsa shunaqangi narsalar bo'ladi. Xo'p, endi UZB O'zbekiston qishlog'iga kiramiz. Ketdi UZB. Xo'p, bu qishloq ham juda ham zo'r. Hamma qishloq o'zi zo'r. Kompotni uyi bor. Eng qizig'ini qaranglar o'rtoqlar. Agorod bo'tda-yu qishloq pastda. Bo'tda minora bo'lmagan. Men hali juda ham ko'p ideyalarim bor. Prosta menga obuna bosib 1000 ta, 2000 ta, 10000 ta obunachilarni yig'ib bersanglar zo'r bo'ladi. Videomiz shulardan iborat edi. Videomiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yish, esingizdan chiqmasin. Kommentariyaga yozib qoldiring. Sizning fikringiz qanaqa? Xo'p, shu videoda 30 ta like va kanalimda ko'proq obunachi bo'lishni istayman.